Tayyorlanishi oson, ko'rinishi noodatiy, mazasi esa juda ham zo'r sosiskali bulochkalar. Farzandlaringiz lunchboxi uchun yana bir ideya. Demak, bulochka xamiri uchun 250 ml iliq sut, 1,5 choy qoshiq quruq dro'ja. Doimgidek men ishonchli Baker Dream dro'jasidan foydalanaman. Bu dro'ja bilan xamirlarim hamisha zo'r oshib, momiqqina chiqadi. Ketidan choy qoshiq tuz, 1 osh qoshiq shakar, 1 dona tuxum, 5-6 osh qoshiq o'simlik yog'i yoki sariyog' qo'shib, hammasini aralashtirib olamiz. Endi bu suyuq massaga oliy navli yaxshi unni oz-oz daylidan o'tkazib, yumshoq xamir qorib olishimiz kerak bo'ladi. Oliy navli turon uni bilan xamirim doim zo'r o'xshab chiqadi. Ushbu xamir uchun menda 420 gram un yetarli bo'ldi. Silliq qilib qorilgan xamirni ustini selofan paketi bilan yopib, 1 soatga oshirgan issiqroq joyda qoldiramiz. Do'mboqqina oshib chiqqan xamirni endi 12 ta bir xil bo'lakligi bo'lib, cho'zinchoq shakl beramiz. Zuvalalarning ustini yopib, yana 10 daqiqa tindirishimiz kerak bo'ladi. Bu orada esa sosiskalarni o'rtacha 3 sm bo'lakchiligi bo'lib tayyorlab olishimiz mumkin. Tinib olgan xamirni endi stolga urib cho'zib olamiz. Orasiga sosiska bo'laklarini qo'yib, xuddi ko'rsatganimdek tugib olishimiz kerak. Tugilgan bulochkalarni pishiriq qog'oz solingan listga taxlab, usti yopilgan holda yana 15 daqiqa tindiramiz. Bulochkalarga tuxum surib, xohishga ko'ra kunjut sepamiz. Sosiskali bulochkalarimiz 180 darajada qizib turgan duxovkada chiroyli qizargunicha taxminan 30 daqiqa pishiriladi. Mana bulochkalarimiz pishib chiqdi. Ishoning, farzandlarim buni mazza qilib yeb qo'yishdi, hatto ertasiga maktab uchun yana tayyorlab berishimga to'g'ri keldi. Bu mazali va to'yimli bulochkalarni tayyorlab ko'ring, chunki farzandlaringiz uchun o'z qo'llaringiz, mehringiz bilan tayyorlagan taom va pishiriqlaringiz doim mazali bo'ladi.